Passiv yaxshidan aktiv yaxshiga. Abdori Mustafa İslam oğlu. 2. bab, 2. qism. Günah ishqni zaharlaydi. Aşık asasen mötedil bolup, obyektini belgilemaydi. Obyekti aşıqni belgilaydi. Yamanға aşık buluş, yamanni yaxshi qilmaydi. Aksicha, aşıqdek eng yuqori darajadagi bir tuyg'uni zaharlaydi. Aşıqni salbiy ta'sirga ega qiladi. Sevdani balaga aylantirdi. Aşık günahni yumaydi, lekin günah ishqni bulg'aydi. İşçiga ishq aralashganligi uchun günah savobga aylanmaydi. İchida ishq bor bo'lganligi uchun harom, halol bo'lmaydi. Bu şeytanның ishq bilan aldishi bo'lib, aldanishning eng jalbkor bo'lg'ini mana bu. Şeytanның aşıq bilan aldish natijasida ishqning zaharlangan qismini ilohiy kitob, ya'ni zina deb ataydi. Zina söygünü zaharlaydi. Zaharlik söygü ikki kishilik yolg'izlik bo'lib, qalbga tasalli va huzur emas, aksicha yurakka yuk bo'ladi. Halbuki haqiqiy söygü ko'ngilni parvoz qildirgan bir jup qanotga o'xshaydi. Zina ishqning qotili. Zinaga yo'q deyilmagan kishi söygüga ma'qul deyilmaydi. Haqiqiy aşık məşqini o'tqa ittirmaydi. Məşqini o'tqa tashlagan aşıqıga jahannam bo'ldi deganlik bo'ladi. Halbuki haqiqiy aşık jannat, jannat aşıqlarning muqamidir. Muhabbat abadiy bo'lgan chaqlarda nafratmo aşıqqa hamili bo'lgan. Söygü faqat təngi məhkum qılınğan zamanıvi dəvrlərdə aşıq nəfrətə hamili bolmaqda. Kişi məcnunlardək aşıq bolğanğa erişəlməyən vaxtıda xunxorlarca öldürəmdi aşıqni. Günümüzdə bu əhvalını köp uçurtdimiz. Bu zəhərlənən aşıq qandaq zəhərləydi degan sualның cavabı. Aşıqның aqlını kör qılğan hali köyüp qilish deb ataladi. Haqiqiy söygü, söygünü de erib, yo'qab ketish emas, balki söygünü de güllab yashnaşdır. Muhabbat oq savda, xumar qora savda bo'lib, söygü hörlikka erishtirdi, xumar qul qiladi. Aşıqның insonni aqlli qiladigan hali muhabbat deb ataladi. Bu sebepten boz gerek Hazreti Ali söygü aqlning yerimi degan. Demek ki aşıqning inson aqlini ko'r qiladigan bir tarpi bo'lgandek, aql paydo qiladigan yana bir tarpimi bor. Tunji Qur'on nasli ichida Allohga bo'lgan ishqdan, aqldan ezib, tog' bayovallarda yurganlarni ko'rmadik. Yaxshiga bo'lgan aşık, aşıqni yaxshi narsaga aylantirdi. Yaxshida foyda va manfaat bor. Aşık yaxshi bilan birlashganda xayr va foydaning yeniga xo'shnudlikmo keladi. İnson ishqi bilan bog'langan yaxshi narsadan huzur elishga boshlaydi. O vaqtda yaxshi bilan onunğa aşıq bo'lgan inson orasidagi munosabat kulfat bo'lmasdan ulfatga aylanadi. Ey aşıq, agar haqqa va haqiqatga aşıq bo'lsang, bilginki haq va haqiqatmo sana aşıq bo'ladi. Aşıqing haq, janobi haq aşıqing bo'ladi. Yer ve osmon ahlimo sana aşık bolsun deydi. Aşıqning passiv ve aktiv vaqtları bo'ladi. Yaxshi, passiv ve aktiv yaxshi deb ayrilgandek, yaxshi aşıqmo passiv aşık ve aktiv aşık deb ikkiga ayriladi. Passiv aşık söygüniga yögümeşdek yepishqan aşık bo'lib, faqat söygüchi passiv bo'lsa, o ayrim bir mesele.
Pasıp aşık söygününümü pasıp algı keltirip koydu. Onunğa şundaq bir yepişidu ki, söygününün bütün hərəkət qabiliyyətini yoq qılıb, palaç algı keltirip koydu. Xuddi yılan ovunu boqqandek, omu söygününü boğup, nəfəs alalmas algı keltirip koydu. Bu söygü bara-bara 2 kişilik yalğızlıqqa aylanıdı və axırda bu söygü pıxsıqlığını keltirip çıqırdı. Faqat meni yaxshi ko'r degan va yaxshi ko'rganini eng beg'ubar muhabbatlardanmi qizg'inadigan bir oshiq söyguniga qarg'ulachi oshiq bo'lgan bo'ladi. O'ylab beqing. Allohmi insonga faqat menili yaxshi ko'ringlar demaydi, balki hammadan bak meni yaxshi ko'ringlar deydi. Bundaq şəxsiyyətçi söygü ən axırda söygünəgi yük bolışqa başlaydı. Bundaq bir aşıqqa nisbətən məşuqda peytini tapsıla onundan qutuluş arzusu payda boladı. Pasıb aşıq, yaxşı aşıq boluş xarakteriga ega bolğan təqdirdimi, yaxşılığan, islahat qılğan bir aşıq bolmaydı. Faqat yaxshi bo'lgan, lekin isloh qilmagan bir oshiq xuddi pokiz bo'lgan, lekin poklay olmagan suvga o'xshaydi. Guli suyi pokiz, lekin uni pokizlash uchun ishlatmaysiz. Bu sababdan bundaq bir oshiqni yaxshilash va o'zgartish uchun ishlatgili bo'lmaydi. Oshiq qalbning amali bo'lib, boshqa organlarimizning əməli bolğandak qalbning o'ziga xos əməli bo'ladi. Organlarning əməli hasanat va saliyat deb ikkiga ayrilgandak, qalbning əməlimi hasanat va saliyat deb ikkiga ayriladi. Hasanat bo'lgan oshiq söygüchi, o'zi huzur va zo'q olgan oshiqdir. Bundaq bir oshiqda oshiq söygünining faqat o'ziga xos bo'lishini arzu qiladi. Saliyat bo'lgan söygü, ıslah qılğıcı söygü bo'lib, saliyat bo'lgan oshiq sali amalga o'xshash, suli, ya'ni tinchlik uchun xizmat qiladi. Sali bo'lgan oshiq boshqalarning foydasi uchun xizmat qiladi. Sali bo'lgan oshiq ham söygüchini, ham söylgüchini ıslah qiladi. Islah qilg'uchi oshiqning manbasi Allah söygüsüdür. Söygünüңіздің qimmatini söygünüңіз belgilaydi. Söygü mevcudiyet darxining ham urqi, ham mevisi. Söygü qalbning irodasi. Iroda aqlning muhabbati. Söygü insonning insonga bera oladigan birdan-bir o'limsiz hadiyasi. Ibodat dunyoda davom qiladi, muhabbat oxiratda davomlashadi. İnsan söygüsü dünyalıq söygüge qaraganda Allah söygüsüge teximi yaqin. Mecnun'ның tillagı dastan bo'lgan hikoyasi aslida Leylidan Mevla, ya'ni Allohga tutashgan oshiq hikoyasi bo'lib, agar Leylini yaxshi ko'rish, Mevlani yaxshi ko'rishning baldiqi bo'ladigan bo'lsa, bu söygü hidoyatga erishgan söygü bo'ladi. İnsonni yaxshi ko'rish bir qalb termini bo'lib, bir ko'ngil muqami. Aşıqning shogirdlik mezgilini Leyli Mecnun'da ko'rsatib, kamolatini Mevlaga saqlaganlarga salom bo'lsin. İnsonga oshiq bo'lish va Alloh belgilagan chegara ichida bo'lish. Bu ishqdan ishq orqali qalqish bo'lib, ishqni zina bilan kirlatmagan oshiqlarning ishqidan sodir bo'lgan xato va qusur ikki namoz orasida afu qilinadigan tur ichida ko'rsatilgan. Ishinamanki, Alloh belgilagan chegaralar ichida bo'lgan ishqning shohidi Alloh bo'ladi. U oshiqlarning muhabbati xuddi u yosh sahobaga o'xshash, oxiratda alayda bir mukofotga loyiq bo'ladi.
Bəy haqidagi Hasan al-Basrdan naql qilingan naqlda Hazrati Umar davrida bir qizga kuyib qolgan bir yigit o'tgan ekan. Bir kuni o yigit kuygan qiz bilan birga yolg'iz jam bo'lib qopti. Lekin Allah söygüsü iğir to'xtalganlikdan yigit qizdan qo'lini tortib, bir vaqirash bilan tang hushidan ketibdi. Bir haza o'tgandan keyin besh tarafda turgan tog'isiga Xalifa Umarning yeniga berib ahvolimni bayon qilgan. Ondan uningdan Rabbidan qo'rqib, gunohdan o'zini tortgan menga nima bor debdi. Bu so'zlardan keyin ishq o'ti bag'rini ko'ydirib, kul qilgan yigit yana bir vaqirab ruhini taslim qilgan. Bu ahvol xalifaga yetkazilganda Hazrati Umar Rabbidan qo'rqqan kishilarga jannat bor degan oyatni o'qidi va ikki jannat seninki degan. Allah söygüsüge en yirak söygü mal dunyaga o'xshash dunyolik narsalarning söygüsü bulup Allah mevcudiyetning en yuqorisini temsil qiladi. Dunyolik narsalar mevcudiyetning en tövünini temsil qiladi. İnsan Allah bilan mal dunyoga o'xshash ikki mevcudiyetning o'ttirsida turmoqda. Qalb yüzünü dunyoga o'rgan vaqtda o qalbning dumbisi xalab xalamasin Allohga buriladi. Shunga dunyoliklarga yaqinlashgan qalb Allohdan yiroqlashmoqda. Lekin insonga bo'lgan muhabbati insonni Allohdan yiroqlashtirmaydi. Bu ahvolda inson orqaga emas, balki parallel bo'lgan bir maydonda harakat qilmoqda. Bu sababdan insonning mal dunyo sevgisidan Allah sevgisiga yuzlanishi qiyin. Shunga insonga bo'lgan muhabbatidan Allohga bo'lgan muhabbatiga qaytish o'ng'ay bo'ladi. Hubbullah Allah sevgisi. Eng büyük aşık tek büyük bolğanның işqi bulup, Allah tek büyüktür. Allah mı insandan faqat özünü yaxşı görüşünü emas, belki hemmedən bək özünü yaxşı görüşünü talab qılıdı. Mühminlər Allah'ını hemmedən bək yaxşı gördü. Biz mevcut bolğanını yaxşı görümüz. Allah üçün yaxşı görüş, söygünü əbədiləşdirgənlik buludu. Çünki muhabbetning ömrü söyilganning ömrü bilan tang bo'ladi. O'limsiz bir söygü arzu qilg'ichi, o'limsiz bo'lg'uchini yaxshi ko'rdi. Bundaq bir söygüni arzu qilganlar boqi bo'lg'uchiga muhabbat bog'laydi. Manbasida Allah bo'lmagan söygü o'tkinchi va birdamlikli bo'ladi. Hubbullah bu Kur'an'a atalgı, hem Allah'ның yaxşı görüşü, hem Allah'ını yaxşı görüş ma'nosini bildirdi. Yani xuddi Allah'ның Vadud ismiga o'xshaydi. Allah'ның Kur'anda ko'rsatilgan asmai husnasidan biri bo'lgan bu muborak ismimi hammadan bak yaxshi ko'rdigan, hammadan bak yaxshi ko'rildigan shaklda qo'sh ma'nini bildirdi. Muhabbatning manbasi Allah mavjudiyatga yerlashtirgan jalbkorlik bo'lib, buning manbasi Al-Vadud ismidir. Allah'ның Al-Vadud ismi abadiy yaxshi ko'rgan va yaxshi ko'rilishni xohlagan ma'nosini bildirdi. Al-Vadud bo'lgan Allohdan tushgan sevgi muhabbat Vud. Buningga qarta Allohga yuzlangan sevgi Vub bo'ladi. Vud Al-Vuddan tushgan rahmat yomg'iri. Vub bo'lsa bu yomg'irning qalbda yashnatgan urqi. Har aşık bedel talab qiladi. Büyük aşık büyük bedel talab qiladi.
Allah muhabbeti en büyük aşıqdır. O halda bedellerinin en büyüki, aşıqlarının en büyük üçün berilidi. İşqini ispatla deydi şu ayet. Aytqinki, agar sizlarning otanglar, o'g'illaringlar, qarindoshlaringlar, xotinlaringlar, urug' tuqqanlaringlar hamda ulardan boshqalar topgan pul, mollaringlar oqmay qolishidan qo'rqqan tijoratinglar, yaxshi ko'radigan uylaringlar sizlar uchun Allohdan, Allohning payg'ambaridan va Allohning yo'lida jihad qilishdanmi suyimlik bo'lsa, ya'ni shular bilan bo'lib ketib, Allohning payg'ambarlariga yordam bermasanglar, u holda sizlar toki Allohning amri, ya'ni Makkani fathi qilish izni kelgucha kutinglar. Allah fasıq qavmni, ya'ni Allohning dinining chek-chegarasidan chiqib ketguchilarni hidoyat qilmaydi. Сөйгü şundaq bir qadriyatki, davati uchun hech qandaq bir haq talab qilmaslik haqida Allohga va'da bergan payg'ambargimi insonlardan mehr muhabbat talab qilishga buyurilgan. Aslab baqayli, saliyat aktiv yaxshilik, hasanat passiv yaxshilik edi. Saliyat yaxshilikni ko'paytgan ijtimoiy xarakterlik yaxshilik harakati bo'lib, hasanat shaxsning o'zi bilan cheklangan bir kishilik yaxshilikdan iborat. Saliyatning natijasi uchinchi shaxslarning islohot qilinishiga, nijotlikqa, ya'ni salat va tinchlik, ya'ni sulh uchun xizmat qilgan yaxshilikdir. Undaqda siz Allah'ның kitabida saliyat uchun mehr muhabbat paydo qilish va'da qilganligini bilamsiz? Mana bu xush xabar. Iymon etgan va yaxshi, ya'ni solih amallarni qilganlar uchun mehr muhabbati cheksiz bo'lgan Allah, ya'ni ularning dillarida bir muhabbat paydo qiladi. Ba'zilarning mehr muhabbati solih amallari mehr muhabbatini oshirdi. Mana bu oyat mushundaq kishilar haqida to'xtalmoqda. Chunki aktiv yaxshilik mehr muhabbatsiz bo'lmaydi. Allah davosi muhabbatsiz bo'lmaydi. Davomi bor.